ayol kishi yoki qiz bola semirish oqibatida albatta testosteron ham ko'tarilishi mumkin. Jinsiy a'zolarning sohalarida qorayish kuzatilishi mumkin. Keyinchalik bu narsa bepushtlikka olib kelishi mumkin. Testosteron o'zi normada qizlarda ham, ayollarda ham, erkaklarda ham bo'ladi. Ya'ni qizlar bilan ayollarda tuxumdonda ishlab chiqariladi va agar ortiqcha bo'lsa, buni nomi giperandrogeniya holati deyiladi va bu albatta yoki buyrak usti bezlarining faoliyati buzilganda yoki ayol kishi yoki qiz bola semirish oqibatida albatta testosteron ham ko'tarilishi mumkin. Asosiy belgilari bular testosteron yuqori bo'lganda bu sochlarni to'kilishi, tuklarni, mo'ylovlarni chiqishi, yuz yog'lanishi, ugri akne yuzda, badanda oshishi, jinsiy a'zolarning sohalarida qorayish kuzatilishi mumkin. Jinsiy lablarning gipertrofiyasi, ya'ni uzunlashib, qalinlashishi mumkin. Undan tashqari hayz siklining buzilishi, testosteron yuqori bo'lib ketganda qizlarimizda polikistoz, ya'ni mayda follikullar soni juda ham ko'p bo'ladi va buni oqibatida hayz regular bo'lmaydi. Va albatta keyinchalik bu narsa bepushtlikka olib kelishi mumkin. Uni tekshirish uchun albatta kerakli gormonlarga topshirish kerak va testosteronni yuqori bo'lishini sababini bilish kerak bo'ladi.